o'ziga, hayot hodislariga, ish voqealarga diqqat qilish kerak. Farqni farq etishi. Ba'zida farq etganini farq ettirmasligi kerak. Bir tomchi suvdan qandoq paydo bo'lganini farq etish kerak. Ana qo'rsqog'i sig'gan yerda dunyoga nemishqa sig'maydiganini va oxirida yana 2 metr yerga qandoq sig'ishga majbur bo'ladiganini farq etish kerak. Shundoq kengri ko'ringan dunyoning oxiratga nisbatan ana qo'rsqidek kichik ekanligini farq etish kerak. Bu vaqtlarida dunyo mening degandek olqonlarining ching siqimdoqliq turadiganini, o'lganda bo'lsa oshu olqonlarning hamma narsani tashlab mangdim degandek ochiq qoladiganini farq etish kerak. Kepanning yonchuqi bo'lmaydiganini farq etish kerak. Azroilning ushtumtut paydo bo'ladiganini, qandoq yashasa shundoq o'ladiganini farq etish kerak inson. Va o'limdan burun o'lalish kerak. Hayvonlarning yo'lda, ko'chalarda, axlatxonlarda, ammo o'zlarining inchiklik bilan hozirlangan nafis dasturxonda tamoq yeydiganini farq etish kerak. Ashrafiy maxluqot, ya'ni yaratilganlarning eng go'zal ekanligini farq etishi va shuningga qarata yashashi kerak. Gulning salla osti tarafidagi tikanning yanada o'lgan gulni farq etish kerak. Uyida 4 mushuk 2 it beqib turib, balaliq bo'lishdan qo'rqishning mantiqsizligini farq etish kerak. Juftiga seni yaxshi ko'raman deyishning baxt yo'ldagi tasvirliksiz kuchini farq etish kerak. Ishkabida esig'liq turgan 25 ko'ynikining faqatla 3ni kiydiganini, ammo orqa ko'chatga qo'shnisining o'zi yoqtirmagan o'sha ko'ynaklarga muhtoj ekanligini farq etish kerak. Boylik va barakatning dasturxonda o'ltirganda oldiga yig'ilgan non uvoqlariga yoshiringanligini farq etish kerak. Ömür degan 3 kunduz. Tunugin keldi, ketdi, at eniqsiz. Ondaqda ömür deganing 1 kunduz. U bo'lsa-mu bugun.